Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomizda sizlarning e'tiboringizga ruhiy kasalliklar shifoxonasining orqa tarafida ishining 2 qavatli 140 kvadrat metr bo'lgan ajoyib bir xonadonni e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. Oldinda mashinkalardan mestalari bor, kanalizatsiya chiqqan, zilonli zonasi ham ega. Hurmatli vatandoshlar, zo'r mesta ekan. Gaz, suvning muammosi yo'q, ham balkondan ham ega, hurmatli vatandoshlar. Chiroyli bir proyektda solingan ajoyib xonadon, hurmatli vatandoshlar. Bismillah. Xonamıza giremiz. Girgandan birinchi prixожий zonasi bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Oyoqlar kafir qilingan bir ko'prik bo'lgan bo'lgan. O'ng tarafida rakovinamiz qo'l yuvib o'tmoqda. Kafirlar qilingan, shpakulipkadan chiqib turibdi. Dolonimizga e'tibor qiling, o'zi 4,5 metr eni, o'zinasi bir 7 metrlarcha chiqib borar hazlar. Shpakulipkadan chiqqan, patolog o'rtalar natija, chetlari gipsokardon. Ajoyib bir chiroyli narxda qo'yib berdilar. Mulkiyasi narxini videoning davomida aytib o'tamiz. Bu yerda elektrik avtomatlari qo'yilgan. Registrlar qo'yganlar sizlar. Отопление sistemasi polni o'tib turibdi. Bu yerda TV zonasi bo'ladi. Sizlar yana kengina dalon, kirgandan katta bir ajoyib dalonini kutib oladi. Hurmatli vatandoshlar, shuning daloning bo'lsa, sizlar zo'r. Odam qisilmaydi girganda. Bu yerda lestnitsamiz ham kengina tushgan, ikkinchi qavatga chiqish uchun yog'ochdan chiroyli mustahkamlab o'tgan ekanlar. Hurmatli vatandoshlar, pastda bir xonasi bor. Keyin bu yerda oshxona qismi bo'ladi. Bu yerda sanuzeli, Yengizlar, sanuzeli. Kafil qilingan oyoqlar ham kafil, arisollar, bu yerda rakonasi, vannasi, hurmatli vatandoshlar, bu yerda unitazlar qo'yilgan, bu yerda podvolchasi ham bor, hurmatli. Kanallarimiz a'zolari. Mayda ichida qo'ymoqingizni. Kafilni ham oppoqini urganlar. Ishlar ham ajoyib, oppoq, sifatli eshiklar ham qo'yilgan ekan. Zamoqlar ham yaxshisidan. Bu yerda yengizlar spalniy qismi bo'ladi. Aynalarda oshxona tarafga qarang, shpakulipkadan chiqib turibdi. Registrlar bor, dimoxodjoylar ham bayning patolog natija bo'lgan. Bu yerda ko'prik pol kollektorlari, hurmatli vatandoshlar. Oshxona bilan koridorlar, dollar, taxta pol qilingan. Sanuzel, hazır. Keyin giravesh yerimiz ko'prik pol qilingan. Spalnimiz ham taxta pol qilinganlar. Ham podvollarga ekan. Bir de настенный двухфунтный котелlar, fartuqlar qilingan. Hurmatli vatandoshlar, mo'yka to'shalari ham bog'ini ham ega, e'tibor qiling. Sizlar kattagina bog' ham bor. Bemalol topchan qo'yib, damalik o'tirmoqqa mestalar yetarlicha. Yulpuz nazoylarni ekib chiroyli qilib qo'ysangiz, sizlar yozda oila davrasida chiqib o'tirasizlar. Ana endi sizlarga ikkinchi qavatni ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Kanallarimiz a'zolari. Lestnitsamizdan ikki odam orqaga tushib chiqadi ekan, yengina. Yog'ochdan mustahkamlab to'tilgan, loqlangan, chiroyli qilib oynadek bo'lib turibdi. Chiqqandan chap tarafimizda bir xonasi, zal qilsangizlar ham bo'ladi. Uning 6 metrdan ziyodroq o'zinasi, eni 4,5 metr, ham balkoni bor. Balkon ham kattagina, yozning chiqib o'tirasiz. Balastinalar qo'yilgan. Patolog gipsokardon, birinchi qavat plita, ikkinchi qavat og'och bilan bosiladi. Bu yerda tezor zonasi. Yan tarafda laminat pol qilingan. Bu tarafda spalnisi. Yerimizdan bir fazla 3,5-4 metrlarcha bor. Dimoxod joylari bor. Bu yoqda esa yine 3,5, yine 4,5lik bir xonasi. Yukarıda 3 xona, pastda bir dalon, bir spalnisi bor. Hurmatli vatandoshlar, 140 kvadrat metrli ajoyib chiroyli xonadonni e'tiboringizga havola qilib o'tdik. Narxi 590 million so'm kelishadigan yeri bor. Gaz, suvdan muammosi yo'q, hurmatli vatandoshlar. Ajoyib mestada. Urgan shahrimizda ruhiy kasalliklar shifoxonasining orqa tomonida shuni 2 qavatli xonadonimizni e'tiboringizga havola qilib o'tdik. Yashash sharoiti qilingan polni, xalosan olgandan keyin o'zingiz devorni atashimto, xalosan aboy qilib berasizlar. O'zingizning fuqarolarga qarab hurmatli vatandoshlar. Sizlar kommentariyada chiroyli fikrlarni qoldirib borasizlar. Joylarimizga baho berib 1 dan 10 gacha chiroyli fikrlarni sizlardan kutib qolamiz. Kommentariyada sizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşguncha haydab qolamiz.